obunachilar, assalomu alaykum hammaga. Xayrli barakali bo'lsin kuningizda. Mana xudo xolasa bitta fayzli xonadonimizning bagitlarini bitirib berdik. O'zingizlar ko'rib baho berishinglar mumkin. Ko'z ichini o'ziga qotirib berdik kanizlarni. Idealni bo'ldi. Ikkinchi etaj qo'llari. Bu yerda kanni cho'tki qilib turgan qotirib qo'yishgan ekan o'zligiga. Bu yerda qo'limiz bor pastda davomi. Shogirdlarning originallar. Birinchi etaj korpusimiz akvoylar bilan bo'lgan. Bu tarafimiz oyna. Bu ham atko'z ichiga bo'lgan. Bu yerda yana zallarimiz bor. Bu zal qismlarni kanizlari tayyor bo'lgan. Biz bagetlarni o'zimiz o'rnatib berganmiz ustidan. Trapersiyali joy bo'lgan. Yana bitta xonamiz bor, xuddi shunaqa. Ko'rishlar mumkin, stili ham idealniy bo'lgan. Siz yoqqan bo'lsa like, podpiskalarni unutmanglar bosib qo'yish.